Növətdə Uyğur rayonunda yeni tipdəki tacisiman virus bilan yuqumlanğıçılar tez sürətdə köpəyiyotqan bo'lib, ijtimoiy taratqularda bu haqda ko'plab uchur va xabarlar taralmoqda. Uyğur Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetining Xitoy taratqularida e'lon qilingan uchuriga qaraganda 8 ayning 14 kuni 343 nafar yuqumlar ko'paygan. Xitoy taratqularının bergan ma'lumotiga qaraganda, hozir Uyğur rayonida yangi tipdagi tacisiman virus bilan yuqumlangan yuqumdorlarning umumiy soni 2334 odam yetgan. Xinjiang gazetining xabariga qaraganda, Xitoy markaziy hukumati 8 ayning 12 kuni Uyğur rayoniga maxsus xizmat guruhi avatib, Xitoy Səhiyyə Sağlamlıq Komitetining muavin mudiri Lei Haichang, Uyğur Avtonom rayonluq partikomining sekretari Ma Xingrui, Uyğur Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz qatorliqlar bilan ko'rishib, yuqum vaziyatini qanday kontrol qilish masalasida muzokara qilgan. 8 ayning 13 kuni Ma Xingrui İli oblastiga berib yuqumning oldini olish va uni kontrol qilish xizmatlarini ko'zdan kechirgan hamda yuqumni nolga tushirish siyosatini qat'iy ijro qilishni, yuqumni sirtdan kirgizmaslik, yuqumni sirtga chiqmaslik, virusni tez qamal qilish, kasalni tez ayirib chiqish, darhol karantin qilish, virus og'ir joylarni toki virus yo'qolguncha qattiq kontrol qilish degandek yo'l yo'riqlarni bergan. İctimai taratqulardagi xabarlarga qaraganda, yuqum og'ir deb bekitilgan joylardagi xalqning turmushi og'ir krizisga duch kelgan bo'lib, turmush lozimatliklarini yetkazish ishlaridagi to'sqinlik, ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirsidagi qalaymaqonchiliklar, qora qo'yuq virus tekshirish bilan dori berish ishlaridagi ma'lumotchiliklar va karantin tadbirlaridagi haddidan oshgan cheklamalar xalqni og'ir kunga qo'ygan. Agar bu ishlar muvofiq bir taraf qilinmagan taqdirda, Uyg'urlarning hayotining texmi og'ir besim va xatar ostida qoladiganligi mo'ljallanmoqda. Qarindoshlar, yeching sabab bilan sellarimiz tugab, yigidekni az qolmadi. Endi mush gulning yupurmoqlarida tamoq assam o'xshamo, nima assam o'xshaydi. Bildiganlar deb biringlar. Endi mush gullarning yupurmog'ini yeyishga majbur bo'lib qoldik. Olama 55 so'mlik saykan bu. Xaloyiq ko'rdinglarmi? Ma 55 so'mlik sayni. Bu so'radiki, ma ko'kat man ko'rdinglarmi? Mana bitta tandirib ekan, mana bitta lozim ekan mana. Ma 55 qo'ydik sayga sazoyi. Mana ma ko'rdinglarmi? Ochashlik bersin mana. Mana ma 20 qo'ylik say, ma yeching vaqtida uyatdan deb say bo'lsak, ma 20 qo'ylik say ma kirib bergan. Bu say vazirlarda saylar shishib ketib bordi, yiqib ketib bordi deydi. Nima qimmatchilik bu? Bağlarımızga ipeyimiz yo'qlar, qanday qiladigan gap bu? Qanday gap bo'lib ketdi bu xalqim? Mana qo'g'onlar sesib ketdi, sesib, ko'rdinglarmi? Men taglarim men iqib ketdi. Hamma qo'g'onlar sesib ketdi. Qo'g'on, tavus, saylar hamma sesib ketdi, sesib. Mana shunda iqib ketib bordi, iqib. Mana shunda hamma qo'g'on, tavuslar Həmmimiz çöpüldab yıqıvatıdı. Taladikiler yiyemey, işçide sesip gitip vardı, sesip. Amal yok işler, amal yok. Gayret kılaylı, gayret. Nurgun ziyallah olup gitti. Mana say köktat, həmmimiz sesip gitip vardı mana. Onda besip ekitip vardı. Onun başında sesip gitip vardı mana. Hem sesep mana işte sol iqib sesip ketib qoldi. Tunji qitimliq yuqum mezgili turpanning üzümleri üzüdigan vaqtga to'g'ri kelib, nurg'un dehqonlarning üzümleri üzülmay, etizda sesib to'kilib, nurg'un ziyonlarni tatqaydi. Bu qitimni dal ashundaq vaqtga udul kelib, ko'ngillarimiz shunchalik bearam. Umid qilmizki, tezroq mush yuqum tugisa, üzümlarni sog'-salomat üzüb, shunchalik bir esi olgan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi deya. Hey dehqonlar,